Assalomu alaykum Makbro obunachilari. Bugun sizlar bilan Mirkamol va bugun obzorimizda Harman Kardonning ikkita eng mashhur kolonkalari. Dollars in the city moving slow. 3500 for the coat. Only real niggas keep you flow. Only true niggas I know. 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 Ular xarakteri, dizayni va foydalanishi bilan butunlay farq qiladi. Auro Studio 3, Onyx Studio 7 qaysi biri sizga mos keladi? Keling buni ko'rib chiqamiz. Строки для заряжек я писал их в думах. Не нужно больше силы, больше времени в сутках. Birinchi bo'lib Auro Studio 3 dan boshlaymiz. Bu shunchaki kolonka emas, balki interyerning muhim qismi. Aylana LED yoritish va ichidagi olov effekti darhol e'tiborni tortadi. U ko'pincha xonadagi asosiy diqqat markaziga aylanadi. Onyx Studio 7 esa uning mutlaqo qarama-qarshisi bo'ladi. Soddaroq minimalistik dizayn, matoli qoplama va temir tutqichiga ega. U jiddiy va ixcham. Uyda ham, ofisda ham interyeringizga oson moslashadi. Ovozga kelsak, Auro Studio 3 yumshoq va hajmli tovush beradi. Bunda asosiy urg'u atmosferani hissiga qaratilgan. Bas chuqur, lekin agressiv emas. Kechki dam olish uchun juda ham mos keladi. Onyx Studio 7 esa yanada kuchli va yig'ilgan ovoz bilan ajralib turadi. Bas chastotalari tiniq, pop, hip-hop va dinamik treklar uchun juda ham mos keladi. Qulaylik jihatidan shuni hisobga olish kerakki, Auro Studio 3 modelimiz faqatgina elektr tarmog'idan ishlaydi. Bu statsionar qurilma. Buni qo'yib siz faqatgina zavqlanib foydalanasiz. Onyx Studio 7 modelimiz esa akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, 8 soatgacha zaryadsiz ishlay oladi. Uni boshqa xonaga, terrasaga yoki-da safarga olib chiqishingiz mumkin. Bu kimlar uchun mos keladi deb aytadigan bo'lsak, Auro Studio 3 modelimiz estetika, atmosfera va dizaynni qadrlaydiganlar uchundir. Agar kolonka interyer va hissiyotlarning bir qismi bo'lsa, unda bu kolonka siz uchundir. Onyx Studio 7 amaliylik va mobil qulaylikni yoqtiradiganlar uchun. Ushbu modelimiz uyda va ishda foydalanish uchun juda ham qulay. Izohlarda qaysi kolonkani nima uchun tanlaganingizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Makbroda ko'rishguncha xayr.